usta bola, slesar bola. Slesar bola mana shu suv oqayotgan joylaringiz bo'lsa 7 sekund to'xtatib beradi. Agar yangi vanna alishtirmoqchi bo'lsangiz uyda 2 minutda vannangizni almashtirib issiq suv sovuqni men qoyil qolaman. Shunaqangi qo'li bo'lib usta bola haligi bola. Bechorani bu qishda ishi yurishmabdi-da. Bitta og'ayni siz aql o'rgatdiki, gazetga e'lon bergansan, ustachilik, slesarlik qilaman deb. Shunda ishing zo'r bo'lib ketadi-da, bola gazetga e'lon bersa, falakatni qarang. Gazetchilarning ko'ziga go'micha chiqqanmi yo kayfda bo'lganmi, bilmadim nima bo'lgan. U bolaning e'lonini taqsim boshqa odamning e'lonining tagiga yopishtirib yuborishdi. Endi u odam shunaqa e'lon berganki, uni birovga gapirish yo'lida tursin, o'qishga yo'ladi. Men aytib beraman sizlarga e'lonni qarang. Odam nima deb beryapti? Yoshidan qat'iy nazar ayollar uchun masaj debdi, hovuz ichiga "Viz nadim" deb qo'ydi. Aka deydi, "Meni hech narsadan xabarim yo'q" deydi. "Men uyda yonboshlab televizor ko'rib choy ichib o'tirdim" deydi. Birdan telefon jiringladi. "Osam" deydi, ovozlari qo'ng'iroqda bir ayol. "Kechirasiz. Xizmatingizdan qachon foydalansak bo'ladi, ukam" debdi. Xohlasangiz hozir yetib boraman, opam yarim kechasi shunchalik shoshilibman. Ertaga abiddan keyin bora qoling. Atigi 7 zayatgan borsa, "Voy, 7 zayatgandan keyin sana boshim ko'ramanmi" debdi. "Voy, siz meni hali bilmaysiz. Men bir kundalab 15 talab, 20 talab klientlarni absolutga qilib tashlayman, opam. Uni ustiga qo'shnim becharaning yeri yo'q, u iltimos qilgan, hamma yog'i oqayotibdi. U yoq-buyog'ini tortib araqni ichib ketishim kerak." Desa, "Voy, sen hali menga uyimga ichib kelmoqchimisan" debdi. "Voy, bizani ishda ichmasa bo'lmaydi, baraka topdi. Ya'ni zaxda ishlaymiz. Atiq qilgan joy tozalaguncha ancha ter to'kishga to'g'ri keladi, opaginam. Sen uyatsiz ekansan deb trubkani qo'yib qo'yayotganmish. Bir ayol telefon qilayotganmish. "Kechirasiz, mullaka, ko'rma ablatingiz qanaqa? Voy, film holatingiz so'mda, holatingiz ko'kida. Oldin nima ishligini ko'ringlar. Balkim vaqti qo'l kirmaydigan joydami? Bir xillarga o'xshi zanglab ketgan bo'ladi. Ayniqsa Chilonzorda yashagan yolg'iz kampirlar. 100 yilda ham birovni qo'li tegmagani shundoq qilib bilim turadi. Obdon chirib ketgandan keyin meni chaqiradi. Ana undan keyin men yog'och qoqib ketishga majbur bo'laman." Desa, "Voy, sen hali qari odamlarnikiga ham borasanmi?" debdi. "Voy, bu nima deganingiz? Asosan tirikchilik o'shalardan bo'lyapti hozir." Beyo trubkani qo'yib qo'yayotganmish. Bir ayol telefon qilib do'q qilayotganmish. "Ey, bu hunarni kimdan o'rgangansan?" "Voy, otamdan o'rganganman." "Otammi? Otasi ham shu ish qilgan. Telefonda baqirmang. Singlimiz, opammisiz? Oldin men nima ishligini bilishim kerak. Shunga qarab pul ishlarimni ko'tarib boraman." Desa, "Senda bitta emasmi?" debdi. "Men sizga nima yosh bolamanmi? Bitta kulichni ko'tarib olib maqtanib yuradigan. Va ishiga qarab kerakli xaltaga solib boraveraman. Men bu gapni nimaga boshlayapman? Ko'ryapsizlarmi? Telefonda bo'layotgan muloqotda o'zida qancha to'polon janjal, bir og'iz so'z, hamma narsa aynivyapti-ku. Telefon chiqdi-yu balo chiqdi. Lekin tavba qildim deb gapiring, hozirgi kunda telefonlar mana zalda o'tirgan ayollarimiz ham yaxshi bilishadi. Zo'r telefonlar chiqdi. To'g'rimi? Ayollarning telefoni chiqdi. Mana o'tirgan bolalarning telefoni chiqdi. Hozir maktabda ham bolalar telefon ko'tarib yuribdi. Ilohim, vaqtimizga telefonlarimiz sog', texnika rivojlanib ketyapti. Haqiqatan ilgari mana doktorlarning gapiga qaraganda odam 17 kun ovqatsiz yashasa, suvsiz 15 kun yashasa, aroqsiz 3 kun yashar ekan. Telefonsiz 1 kun ham yashab bo'lmas ekan. Men bu gapni nimaga boshladim? Hozir telefonlarning juda zo'rlari chiqib ketganda. Bu telefonlar ichida Nokia deysizmi, Siemens deysizmi, birinchida eng menga yoqqani, men bir naushnikli telefon yoqdi. Juda zo'r telefon ekan. Qulog'ingizga shunday tiqib olar ekansiz. Bo'ldi, hech narsani eshitmasdan bemalol turaverar ekansiz. Alo. Alo, yaxshimisan? Alo. Axun boboyev ko'chasi qayerda? Nima? Axun boboyev ko'chasi qayerda?